Hammalarga assalomu alaykum radiolar, sizlar bilan Akmal. Mana ko'ryapsizlar, ban kirdik. Hech qanaqa foydasi, hech qanaqa narsasi yo'q. Ban o'zidan o'zi ban. Nimaga men varini oldim? Bir gaz degani. Men nima qildim? Bir gaz uchun varin oldim. Nimaga men nima uchun oldim? 10 kun davomida 3 ta shaharimiz bilan deyapti. Bakamut bor, bakamutda hech nima yo'q jigarlar, mana hech nima yo'q. O'yinga na bir qiziqish qoldi, na bir boshqa narsa qoldi, yoqmaydi. Silishkam aytaman, o'yin realni yoqmay qolar ekan. Hech nimangiz bo'lmasa. Nimaga manga kelaveradi shunaqa narsalar? Men nima qildim tushunmadim. Men shu bolani yonida o'tirib, shu bola bilan u bolani o'ldirgani uchun menga varim berib o'ryapti. Nima uchun men demoqchiman endi 10 kun davomida video qo'yiladi. Men ertaga hayotimdan vlog olib qo'ymoqchiman, ya'ni vlog videoni ko'rish uchun like bosinglar shu videoda. Nima deymiz endi, majburli ko'rdinglar o'zinglar. Prostaki hech qanaqa narsasiz menga varin. O'yin. Hatto sen ham mana shu o'yindan ketishimni xohlayapsan ham o'yin. Sig'dirmaydi o'yin. Qanaqa bo'ldi endi? Mani uyim nima bo'ldi? Sevganlarim nima bo'ladi? Mashinalarim nima bo'ladi? Hamma narsa kuyib ketadi endi. Nima foyda endi mana? O'zidan o'zi varim berdi bu. Nima foyda topdi o'zidan o'zi varim berib? Budzi. Hech nima yo'q akkauntda o'ynaging kelmaydi, onasini. Ketay desam sizlar meni sog'inib qolasizlar. Nima qilishimni bilmayapman to'g'risi. Bo'pti, like bosinglar, ertaga xudo xolasa hayotiy vlog video chiqaraman. Yoqsa, yoqmasa bilmadim.